go'sht yemaydigan bolalar ko'payib ketishgan hozirgi paytda. Mastavasidan go'shtni terib tashlaydi, boshqa ovqatlardan go'shtni terib tashlaydi. Ota-ona majbur shu bolam go'sht yesin deb nimalargadir qo'shib berishadi, baribir bola ko'ngli ayniydi, o'ka qisib tashladi. To'g'ri, go'sht yeyishadi, ular shashlik yeyishi mumkin, qiyma shashlik, tovuq yeyishi mumkin, baliq yeyishi mumkin yoki kotletlarni yeyishi mumkin, lekin go'sht yeyishmaydi. Bu yaxshi emas, bu katastrofa degani. Bitta imoratni paydo bo'lishi uchun nima kerak? G'isht kerak, to'g'rimi? Insonni butun boshli katta insonga aylanishi uchun unga aminokislotalar, oqsillar kerak. Buni biz go'shtdan olamiz. Go'sht taomlarni sayyididir deyilgan. Bunaqa bolani ota-ona kimga olib borishadi? Gastroenterologga olib borishadi, to'g'rimi? Pediatrga olib borishadi. Ular nima yozishyapti? Pankreatin tarkibidagi ovqat hazm qiluvchilarni berishadi. Bilamizki, pankreatin tarkibidagi 90% ovqat hazm qiluvchi preparatlarni cho'chqadan olishadi. Bizga bu kerak emas, to'g'rimi? Uni tabiiysi bormi? Sabzavotlardan yoki mevadan qilingani bormi? Bor albatta. Ana o'shalarni berish kerak. Bunaqa bolalarga kompleks yordam qilinsa, tabiiy yo'llar bilan go'sht yeb ketadigan sog'lom bolaga aylanishadi.